Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 9-oyning 23-kuni tunigun Prezident Trump efendim Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 75. növbetlik çoğun yığında söz qilib, sözüde iniq qilib, Xitoy davlati qasdanga bütün dunyoga virus tarqatganligi uchun javobgarlikni cho'qim ustiga ilish kerak debdi. Yana dunyodagi 180 davlatning tatqan ziyinini to'liq to'lash kerak debdi. Hozir dunyoda 189 davlat Xitoy virusining ziyonkashligiga uchrabdi. Endi bu 189 davlatning ichida 9 davlat Xitoy virusining cho'ng ziyonkashligiga uchramabdi. Lekin bütün dünyadaki devletlerinin iqtisadi taraqqiyoti ağır talafetga uchrabdi. Misalan, dünyada bazı bir devletler maxsus sayohatchilik bilan, ya'ni sayohat kirim bilan mavjud bo'lib turayotgan. Mana shu devletlerning iqtisodi ziyinini, ya'ni bütün dünyadaki devletlerning iqtisodi ziyinini Xitoy davlati to'lash kerak ekan. Prezident Trump efendim ziyonkashga uchragan dunyo iqtisodining son sepirini aniq demagan bo'lsa-mu, lekin Prezident Trump efendimning moliya bosh maslahatchisi Navarro efendi aniq ma'lumot berib, Xitoy virus sababidan iqtisodiy jihatdan ziyon tortgan 180 davlatning bir yillik GDP'si 128 trilyon dollar bo'lib, bultur Amerika'nın bir yıllık GDP'sinin kirimi 21 trilyon dollarga yetkenken. Hem de Amerika devleti Xitoy devletini 128 trilyon dollarını töle dese, Xitoyning bu pulni to'lash mumkinchiligi yo'qkan. Bu chaqda Xitoy devleti 1900 yillarda chet davlatlarga qarz to'lagandek to'lashga to'g'ri keldi ekan. 1900 yillarda Xitoy devleti 8 davlat bilan urush qilib mag'lub bo'lib, shu vaqtida 8 davlatga qarzini har yili bo'lib to'lashni boshlagan ekan. Hozir Prezident Trump efendim Xitoyga aniq qilib ikki xil jinoyatni ko'rsatib beribdi. Xitoyning birinchi cho'ng jinoyati bo'lsa, Xitoyda tarqalgan virusni dastlabda yushirib hech kimga bildirmabdi. Mana bu Xitoyning bu jinoyati bilan bütün dünya bu xatarlik virusdan mudofaa ko'rish imkoniyatiga ulgurmay qoldi. Bu Xitoyning virusi bultur 10 oyda Xitoyning Wuhan shahrida tarqalib bo'ldi ekan. Yil o'rlib bu yil 1-oyning oxirlarida ondan dunyoga e'lon qilgan ekan. Bu birinchi cho'ng jinoyati ekan Xitoyning. Ikkinchi cho'ng jinoyati bo'lsa, Xitoy hukumati virusning bor ekanligini dunyoga e'lon qilib bo'lgandan keyin Xitoy davlatining har qaysi shahar, hattoki Wuhan shahridan tortib bütün qatnash sistemlarini mangdurmaydigan qilib cheklab bo'lgan ekan. Bu shunday vaziyatda turug'liq Xitoy hukumati Wuhan shahridan 500 ming xitoylarni havo yo'li orqali dunyoning har qaysi yerlariga mangdirib bo'lgan ekan. Bunda qilishdagi maqsad bütün dunyoga planli holda virus tarqatishgan. Yig'ib aytganda Xitoy virusini o'zlari planli yushirishni ib berish, ikkinchi ig'ir jinoyati planli holda dunyoga virus tarqatish. Xitoy bu jinoyatidan hargiz qochib qutulmaydi ekan. Albatta hozir dunyoning oliy mutaxassislari Xitoy davlati bu virusni qanday shaklda paydo qildi, texmo tafsili aniqlash ilib beribdi. Mutaxassislarning tekshirib faraz qilishicha, Xitoy hukumati 80-yillardan boshlab keng ko'lamli virus tadqiq qilish, yuqumliq virus orqali qurolning o'rnida ishlatish, agar urush bo'lib qolsa Amerikadek qudratli davlatlarga qarata urush texnikalarida tankilanmasimi, virus orqali oldin hujumga o'tib, qarshi tarafdagi davlatlarni vayron qilib yetishgan. Hozir Prezident Trump efendim bo'lsin, uning maslahatchisi Navarro efendim bo'lsin, bo'libmi shu virus masalasi kelgan vaqtida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ramkichida masalani o'tirib qo'yib, Xitoyning tarqatgan bu virus vaqasini uzul-kesil bir taraf qilmoqchi ekan. Agar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qaroriga asosan Xitoy taraf 128 trilyon dollarni bo'lib to'lash to'g'ri kelsa, 200-300 yil ketadi ekan. Xitoyning bulturqi bir yillik GDP'si rast yolg'on bo'lib 14 trilyon 400 milliard ekan. Xitoy hukumat amaldorlari va Xi Jinpingning hozirgi posiyasi qarag'an chaqda dunyoga virusni tarqatib bo'lib, hech qanday xiyolda yo'q, mutaham shaklda turib yetibdi.
Amerika hökuməti bolsa, Xitay dövləti bu məsuliyyətni üstüge almış olmaydı degan qat'iy niyatda chiqib turibdi. Amerika xalqimi Prezident Trump efendimning bu chaqiriqini qo'llaydi ekan. Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy davlati dunyoga tarqalgan virus to'g'riliq Xitoyning hech qanday mas'uliyati yo'q deb qaraydi ekan. Hamda Xitoy davlati mana shunday pozitsiyada turdi ekan. Bu vaziyat oxirida keskin urushga aylandi ekan. Ya'ni 1900-yillardagi 8 davlat birlashib Xitoy davlatiga hujum qilganga o'xshash, Xitoyga hujum qilish vaziyati paydin-pay shakllandi ekan. Hozir internet torlarda Xitoy davlati bu qarzini to'layolmaydi ekan, u chaqda urush cho'qim paydo bo'ladi. Urushdan keyin bu Xitoy davlatini qanday taqsim qilish kerak? Ba'zi kuzatuvchilarning deyishicha, Xitoy davlati nurg'un parchaga bo'linib, xuddi Hong Kongga o'xshash, Makaoga o'xshash boshqa davlatlar tarafidan idora qilindi ekan. Qisqacha xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.